O'zbekistonda yagona bo'lmoqchimidingiz? Boy ekan. Men siz uchun BMW M2 KS topdim. Qo'shimcha keladi narxi 2026-yil. Kraska stop to'zi eng qizig'i bes probay. Sizga yarashadi Michelin balon. Bilasizlar, shu 308 sekund 0 dan 100 gacha chiqish uchun har doim Michelin balon yordam beradi. Karbon keramik tormozli sistemalari ham bor. Va mo'shtamiz salonga o'tirganingizdan keyin qarang, M1, M2 knopkalar bo'ladi. Multirol ikkita monitor, head up display, orqaga bola chaqani ham solib ketsangiz bo'ladi. Bu mo'shtamizda klimat kontrol ham ishlayveradi. Salonga polni karbon ishlatilgan. Eng qizig'i, Hoji aka bosib yuborasizmi deyman. 360 kamera deysizmi? Hamma narsa bor. Mazza qilib o'qib yurasiz. Eng qizig'i bunaqasi O'zbekistonda 2 dona yoki 3 dona 3 litrli S58 Twin Power motor turibdi kapotini ostida. Mana bu M2 yozuvlariga nechi voy, mana bu glushitlarni qarang. Даже mana bu yoqqacha original karbon ishlatilgan. Srochniga bu mo'shtamiz narxini 177 ming dollarga bosib yuborsangiz bo'ladi. Bosib yuboring Hoji aka, sizga yarashmasa kimga yarashsin?